Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipini oldi. Bugungi sanaga esa 2025-yil 25 noyabr kuni bu prinsipni topshiryapmiz. Bu prinsip razmeriga keladigan bo'lsak 1.60 2.60 bo'ldi. Bir mosli mol tashish uchun qo'llari to'g'ri tushadigan borting balandligi 50 sm, o'sha 70, qo'ldan 1.10 bo'ldi. Bu prinsipimizni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida bor. Prinsipni qo'ldan biroq maqlang. Temizdagi davol chiqmoq. Aytgan razmeringiz ahang. Farqobi elektromontajlar bilan qilib berdik. Necha zam oldingiz? 11 million. 11 million ga Qamasharo bilan qilib berdik. Sizni tabriklayman. Yaxshi kuningizga ishlating. Shu spravkasi 10 kun ichida nima olasiz? Mana prinsipimizni bir qator donishtirib o'tamiz. 3,5 cm qalin pollardan traktor presprisorlaridan 76lik bir oy to'rva 13lik palonlar bilan qo'yib berdik. Yana Qamasharo zapaskasini o'zlari keldi. Berdigina. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.